Mana bu tomon Sharsabiz, bu tomon kitobga ketayotgan katta o'rtada yo'l. Mana bu bizada sotiladigan joyimiz. Katta ishlab chiqariladi. Mana shu yo'lni chetidagi zona. Yeri 12 sotik. 12 sotik yeri bor. Ichkaridagi ana katta boks bu yangi qurilgan bu ham. Uzunligi 22 metr, eni 10 metr. Mana shunaqa tekis qilib qo'yilgan. Keyin bu yerga artsa urilgan 50 metrdan suv chiqadi. Suv zo'r. Suv zo'r. Mana artizani suv chiqib turgan joylari. Nima qilib qo'ygan. Hammasi yangi blok ishlar qilingan. Tumbalar qilingan, tumbalar bilan turibdi. Ikki etaj qilsa ham bular ikkinchi etajga ham armaturlar chiqarilgan o'sha. To'rttari qilib chiqarilgan emas. Tepasi mana bu temir bilan nima qilingan, uskunalarimiz. Yeri hammasi tashga bo'lgan, tekis tashga bo'lgan. Mana lazer ustanogimiz bor. Bizda gips ustanok bor, bu kompyuter hammasi. Kattaga bu ham ustanok, bu ham metall kesatgan. Bu parashka kraska qilayotgan pechkamiz. Bu mana ofischamiz bor. Ana shunaqa joy. Bu yerga har xil svarkalar bor, ishlab chiqarishga. 3 faza tok kelgan, 3 faza tok bor. Mana tepaga tallari ham bor. Tallar bor, anaqa pristanok ham bor, anaqa svachli stanok bor, svachli stanoklar bor. Mana katta ishlab chiqarish bo'yicha. Mana shular sotiladi agar olaman degan qiziquvchilar bo'lsa. Mana shu qara yo'lni chetiga joylashgan mana. Lakasi zo'r joy. Sharsabiz bilan Kitobni o'rtasiga stansiyaga mana shu joy.